Oshi sofi Buxoro tojik milliy taomlarining eng ko'p iste'mol qilinadigan va sog'lik uchun foydali bo'lgan taom hisoblanadi. Buxoro viloyatiga xos bo'lgan sofi oshi milliy taom rasman geografik ko'rsatkich sifatida davlat ro'yxatidan o'tkazilgan bo'lib, bu esa taomning nafaqat nomini, balki uning asrlar davomida shakllangan an'anaviy tayyorlash usulini ham huquqiy jihatdan himoya qiladi. Buxoro davlat universiteti professori To'xtasin Rajabov Buxoroda tashkil etilgan madaniy meros, to'plash, saqlash va ilmiy o'rganishning dolzarb masalalar mavzusidagi xalqaro ilmiy amaliy konferensiyasida oshi sofi haqidagi ilmiy ma'ruzasi bilan ishtirok etdi. Avvalambor yoshlarimizga buni pishirish madaniyatini o'rgatish kerak. Uni retseptlari qanday pishiriladi? U boshqa oshdan nima uchun farq qiladi? Nozikligi nimada? Buni albatta biza alohida buni o'rganishimiz kerak va yoshlarga o'rgatish uchun ko'rik tanlovlarni tashkil qilish kerak alohida. Bugungi bo'lib o'tayotgan seminar mana shu jihatlardan ahamiyatli hisoblanadi. Konferensiyada 110 nafarga yaqin mahalliy va xorijiy ilm-fan namoyandalari moddiy va nomoddiy madaniy merosni asrash, saqlash, ilmiy o'rganish va kelajak avlodga yetkazish masalalari yuzasidan o'zaro fikr almashdilar. Mazkur xalqaro ilmiy konferensiyada dunyoning 10 dan ortiq davlatlaridan, xususan Xitoy Xalq Respublikasi, Eron, Rossiya, Misr, Germaniya, Tojikiston, Qozog'iston, Qirg'izistonning yetakchi olimlari, san'atshunoslari, folklorshunoslari, muzeyshunoslari, shuning bilan birgalikda nomoddiy madaniy merosni saqlab kelayotganlar, uni saqlovchilar, bugungi kunda hunarmandlarimiz, xususan Buxoroning mashhur zardo'zlik hunarining sulolaviy davomchilari, holvagarlik hunarining davomchilari, xalq amaliy san'ati vakillari ishtirok etyaptilar. Anjuman davomida moddiy va nomoddiy madaniy merosni to'plash, saqlash va ilmiy o'rganishning dolzarb masalalari, muzey fondlari, xalq og'zaki ijodi, hunarmandchilik, marosimlar, shashmaqom, tarixiy madaniy merosni asrash hamda zamonaviy ilmiy yondashuvlarga bag'ishlangan ma'ruzalar va ilmiy muhokamalar tashkil etildi. Madrahim Turdiyev, Abdulla Rajabov, Buxoro.